Moichiro Tokito aslida kim edi va qanday ustun bo'lgan? Bugungi videoda mana shunday savollarga javob topamiz. Yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Karimov Play kanali. Joyingizga yaxshilab o'rnashib oling, choy, pechenya, kofe hammasini tayyorlab olgan bo'lsangiz, demak boshladik. Moichiro Tokito Demon Slayer korpusidagi eng yosh ustun edi. U ustun bo'lganida atiga 14 yosh bo'lgan. U deyarli gapirmasdi, o'zini hech qachon kuchli qilib ko'rsatmasdi. Ammo jang maydonida tuman paydo bo'lsa hamma bilardiki, bu joyda iblislar tirik chiqmaydi. Moichiro oddiy yog'ochchi oilasida tug'ilgan. Otasi va onasi iblislar bilan bog'liq emas edi. Ularning hayoti sokin, tinch va oddiy o'tgan. Lekin Moichironing qoni oddiy emas edi. U Sukiguni avlodidan bo'lgan oxirgi odam. Bu nasldan ikki buyuk shaxs chiqqan. Yoriichi. U tarixdagi eng kuchli Demon Slayer va uning akasi Moichiro aynan shu naslning davomchisi edi. Shu sabab u qilichni boshqalardan tezroq o'zlashtirdi. Bu iqtidor emas, bu tananing mosligi edi. Go'yo uning tanasi allaqachon jang uchun yaratilgandek. Bolaligida Moichiro mehribon uka edi. Uning akasining ismi esa Yuichiro. U esa sovuqqon va qattiqqo'l edi. Bir-biridan farqli bo'lsa-da, ular har doim bir-birini tushunardi. Ammo ketma-ket fojialar hammasini o'zgartirdi. Avval onasi vafot etdi, keyin otasi uni qutqaraman deb jarlikdan qulab tushdi. Bu zarbalar Moichironing ongiga ta'sir qildi. U xotirasini yo'qota boshladi. Ismlar, hislar, yuzlar hammasi xira bo'lib ketdi. Go'yo butun dunyo tuman ichiga kirgandek. Bir kecha bir iblis ularning uyiga bostirib kirdi. Yuichiro oxirgi nafasigacha ukasini himoya qildi. Iblis uni bitta qo'lini uzib tashladi va og'riqqa chiday olmay u o'layotib shunday dedi: "Sen mehribonsan, shuning uchun kuchlisan." Shu so'zlar Moichironing xotirasini qaytardi va u bilan birga ajdodlar qoni uyg'ondi. Keyinchalik Moichiro Demon Slayer korpusiga qo'shildi va atiga 2 oy ichida u ustun bo'ldi. Bu rekord. Na yosh, na tajriba uni to'xtata oldi. Unga tuman nafasi Mist Breathing berildi. Bu uslub tezlik, aniqlik va bexabar hujumga asoslangan. Bu uslub Moichironing tabiatiga juda ham mos edi. U jangda kam gapirdi, hislarga berilmadi, qo'rquvga ham, g'azabga ham taslim bo'lmadi. Moichiro boshqalardan kuchli bo'lgani uchun emas, balki xotirjam bo'lgani uchun ustun bo'ldi. Ustun bo'lish uning maqsadi emas, bu uning yo'li va uning qismati edi. Moichiro Tokitoning taqdiri eng og'ir sinovga hali duch kelmagan edi. Bu sinovning nomi Kokoshibo, birinchi oliy oy. Va u Moichironing o'z ajdodidan chiqqan kuchli iblis. Kokoshibo Moichironing qonida oqayotgan naslning eng qorong'u tomoni edi. Ular jang maydonida yuzma-yuz kelganida bu oddiy jang emas edi. Bu avlodlarning o'rtasidagi fojia. Kokoshibo Moichiroga qarab shunday dedi: "Demak, mening qonim hali ham yashayapti." Bu so'zlar Moichiro uchun qattiq zarba bo'ldi. U qarshisidagi dushman oddiy iblis emasligini tushundi. Bu uning o'tmishi edi va naslining gunohi edi. Jang boshlandi. Kokoshibo kuch jihatdan ustun va 1000 yillik tajribaga ega edi. Moichiro esa yosh, bebosh, qalamqosh ustun bo'lgan. Ammo Moichiro chekinmadi. U qo'rqmadi, qilichni mahkam ushladi. U bu jangda mag'lub bo'lish ehtimoli baland bo'lsa-da, lekin u bilgan katta narsa bor edi. Agar bu jangda u to'xtasa, boshqalar ham o'lar edi. Moichiro og'ir jarohat oldi. Bir qo'li uzilib ketdi, tanasi bo'laklandi, ammo ruhi sinmadi. U oxirgi kuchi bilan qilichni harakatlantirdi. Bu zarba bilan Kokoshiboni yenga olmadi, lekin uni to'xtatdi. Afsuski Moichiro shu jangda halok bo'ldi, ammo bekorga o'lmadi. U o'z naslining gunohini qon bilan to'xtatdi. Kokoshiboning yo'lini yopdi va eng muhimi, u inson bo'lib vafot etdi. Moichiro Tokito eng yosh ustun va eng og'ir yukni ko'targan ustunlardan biri edi. Moichiro Tokito haqida bo'lgan mana shunday qisqa videoyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Keyingi videolarda qanday ustunlar yoki qanday animelar haqida bo'lishini ham yozib qoldiring. Va albatta kanalimizga obuna, like ham bosishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga